Demak, boshladik. Salom hammaga. Bugun 26 fevral 2026-yil 7-video. Sizlar bilan Ron.com sahifasida ko'rishib turganimdan mamnunman. Sizlar bilan Ron. Bugun sizlar bilan HTMLda tuzilgan reja asosida davom ettiramiz. Xo'sh, rejamizda bugun B tagi, strong tagi, I tagi va inglizchasiga EM tagi bo'lsa kerak. Kursiv. Bu matnni formatlash taglari ekan. Qalin qilish, kursiv qilish farqlari nimadaligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, yana matn muharririmizni ochib olamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Demak, boshladik. Doctype'dan boshlaymiz yana. Doctype. Doctype. HTML. Meta. Charsat barobar ikkita qo'sh tirnoq. UTF-8. Xo'sh. Title. Shu inglizcha so'zlarni ko'rsam, yoshlikda GTA Vice City o'yinini o'ynaganimizda, qolganlarda qanaqa bo'lgan bilmayman. Inglizchani u paytda ham bilmasdim, hozir ham bilmayman. Qisman o'yin kodlarini harflab yodlaganim esimga keladi. Aytgancha yana bugun sizlarga izohlarda yozishlar uchun bir ikkita savollarim bor. Xat yopdik. Savolimiz nimadan iborat? Sizlarga shunday video formatida ko'rinish ma'qulmi? Yana 3 ta paragraf ochib olamiz. Endi aytmoqchi bo'lganim 15 minutdan har kun 15 minutdan video qo'ygan ma'qulmi yoki ikkita 15 minutdan video qo'yaymi? Shuni izohlarda yozib yuborsanglar sahifamizning asosiy suyagini yaratib oldi. Endi har doimgidek matn topib olamiz. Matn topib qo'ydim. Qaytarib yopib qo'yibman. Bunaqasi ham bo'lib turadi.
keyinchalik yana o'zim mukammal o'rganib bo'lganimdan keyin yaxshi niyatlar bor. Shuni so'ramoqchi edim. Sizning nazaringizda qanaqa ma'qul bo'ladi? Xo'sh. O'quv kurslari sifatida offline tashkil qilishmi yoki YouTube, Zoom shunga o'xshab onlayn tashkil qilishmi darslarni? Yoki YouTube'da stream bo'lib qolgani ma'qulmi? Xo'sh, saqlab olamiz sahifamizni. Hozircha mana shu ko'rinishda takrorlash uchun H1ni ham qo'shib ketdim. H1 bu sarlavha edi adashmasam. Xo'sh, B tagimiz HTML5 da ishlatilar ekan. Xo'sh, qanday ishlatilar ekan? Bu ham juftli tag ekan. Kerakli joyda ochiladi va kerakli joyda yopiladi. Kerakliganda o'ziga kerakli demoqchiman. Strong bu ham HTML5 da ishlatilar ekan. Bu ham matnni qanaqa etsa bo'ladi? Yanada qalinroq qilib ko'rsatish uchun ishlatilar ekan matnning biror bir qismini, lekin bilmadim. Meni bu ham juftli tag, meni nazarimda sizlarga ko'rinish uchun men o'rtadan qo'ydim. Qanaqa ko'rinishda bo'lsa, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Men nazarimda B bilan strong bo'lsa, B ni qoldirib ketgan ma'qulmi deb o'ylayman. Chunki qisqaroq yozish. I tagimiz bu ham juft tag. Misol uchun uni B ni ichida ham berib ketsak, B tagini ichida ham berib ketsak bo'ladi. Hozir men SNBC ni I deb I tagini orasiga belgilab ketsak, adashmasam qalin va kursiv yonga bukilgancha bo'ladi. Inglizchada aytaman hozir M desa g'alati bo'lib qoladi. M tagimiz bu ham juft tag. Bu ham xuddi o'sha vazifani bajaradi, I ni vazifasini. Lekin bu ko'rganimda I tagi anaqada ishlatilsa, HTML4 da ishlatilsa, M tagi HTML5 da ham HTML5 da ishlatiladi. Undan oldingi ham HTML da qo'llaniladi, HTML5 da ham qo'llaniladi. I tagini o'zi men ko'rayotgan sayt bo'yicha HTML4 da ishlatilgan deb yozib qo'yibdi. Menimcha brauzer o'qirsa kerak, hech qanaqa farqi bo'lmasa kerak. Saqlab olamiz sahifamizda.
yangilaymiz. Mana butun hammasini B tagiga olgandik. Qalin matnni, qalin ko'rinishini qalin qildi. Yozuvini SNBC ni kursivga oldi. Anta bu yerda adashma strong ishlatdik. Bu yerda I ishlatdik. Bu yerda I ni o'zini ishlatdik. Adashmasam anaqa shu parazit so'zlarni ishlatmaslik kerak edi. H1 ichida ham buni ishlatsak bo'ladi. Sarlavhani ham masalan uchun kursiv qiladigan bo'lsa chiroyliroq ko'rinadi. Mana Word dokument ochganda Times New Room deb yozilgandek ko'rinib turibdi. Xo'sh. Bularga ham adashmasam atribut ishlatsa bo'ladi, lekin atribut bu sozlamali, lekin men hozir ko'rib chiqayotgan saytimda bu narsalar yo'q. Atribut ko'rsatib o'tmabdi. Xo'sh, ertaga yana matn formatlashni o'rganamiz. Mark sariq fon tushunmay bilmayman, ertaga ko'ramiz. Small kichik matn del o'chirilgan, ins qo'shilgan. Bu teklarni birinchi marta ko'rib turibman. Xo'sh, keyin inninga xudo xolasa 28-da umumiy bir o'tilgan narsalarni qaytarish bo'yicha sahifa qilamiz. Shu bilan bir haftaga belgilangan rejamiz tugaydi. 9-videoda orada birinchi videomiz tanishish videosi bo'lgan. Orada yana bir kodsiz video qildik. Xo'sh, bugungi o'rganganlarimiz shulardan iborat. Men nima desa bo'ladi, bolalarda ayb yo'q. Hazil hammasi albatta. Videolarni kimdir ko'rib обратная связь qanday bo'ladi? Qayta aloqa bo'ladimi? Обратная связь. Qayta aloqaga chiqishsa bir birdamlashib video dars emasda, bu o'zim uchun ko'pincha o'zim uchun o'rganayotgan bo'lib qolaman. Balki kimgadir 30+ o'zimdan kelib chiqayotganman, 30+lar o'rganish uchun balki kerak bo'lar. Shu bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Demak, yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqdi tugmasini bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike. Xafa bo'lish yo'q. Yangi videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Obuna tugmasini bosinglar. Talab, taklif, kamchilik, tilaklar, xatolar bo'lsa hammasini izohida bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Endi to'g'ri, har xil haqoratli so'zlar bilan yozilsa yomon. Keyingi videolarda ko'rishguncha